Zo'r mag'lubiyat. Aptори Zbigniew Brzezinski. 20 asırdagi kommунизмнің güllenişi və halakiti. 22 bab tarixiy xatırlar. Kommunizm umumiy krizisning cho'nqur manbasini uning tarixiy xotirasidan izlab topqili bo'ladi. Kommunizmning dastlabki sihriy kuchi asosliqi mundaq reallikda paydo bo'lgan. 20 asrning beshida dastlabki kapitalizm sanoat taraqqiyoti bosqichida turayotgan bo'lib, jamiyatda nurg'un azob-oqibat va o'ngishsizlik hodislarini paydo qildi. Ayni vaqtdagi davlat tuzilmasi, hatto demokratik davlatlarning tuzumi bu masalalarni hal qila olmaydi. Lekin yana bir mavjud reallik shuki, kompartiya hokimiyati qurg'onlarining birarisimu xalqning irodasini erkin ifodalaganligining natijasi emas. Necha 10 yil hokimiyat yurgizgandan keyinmi kompartiyaning hukmronlik guruhi siyosatda xalqning kommunizm tuzumining davomlashmasligini erkin tanlashini qonunlashtirishni xohlamadi. Ular demokratiya o'lchim bilan kommunizm tuzilmasini tekshirib bekitishni rad qildi. Sababi birinchidan yaxshi-yomon qarshilashadigan ta'limot va mutaassiblikka marksizm-leninizmchilardagi burundan bor bo'lgan buruch tuyg'usiga e'tiqod qiladi. Ikkinchidan, chunki ular huquq yurgizayotgan kommunistik partiyaning jamiyatning moddiy turmushini beyitishga bo'lgan ehtiyojini va shaxsning baxtga bo'lgan intilishini qondira olmaganligini his qilgan edi. Bugunga qadar kommunizmning turmush shakli jalb qilish sababli zo'r turkumdagi kishilar kompartiya davlatlariga qochadigan ahvol ko'rilib boqmadi. Aksicha, qurilganiga 70 yil bo'lgan Sovet tuzumi ostida kommunizmdan voz kechishga bo'lgan talpinishni osonlik ko'rib olg'il bo'ladi. Kompartiya hukmronligida ayrim 40 yil va 15 yil turgan Vyetnamdami ahvol shundoq. Buningdan sirt, kommunizm jamiyatining bir xil tashkiliy sistemasi bo'lish sifati bilan tarixiy amaliyati tangpungliqni yo'qotgan azobliq holatga tushib qoldi. Kommunizm kishilarni g'oyat zo'r qurbon berib, inkor qilg'il bo'lmaydigan bir qism ijtimoiy iqtisod ilgarilishini qo'lga keltirishga majburladi. O'xshash ijtimoiy iqtisod taraqqiyot bosqichida turayotgan kommunistik davlatlar bilan kommunizmsiz davlatlarni selishtirsak, masalan, Sharqiy Germaniya, Chexoslovakiya bilan G'arbiy Germaniyani, Polsha bilan Ispaniya, Hungariyani, ya'ni Vengriya, Yugoslaviya bilan Avstriyani, Italiyani, Jungo bilan Hindistonni selishtirsak, milliy ishlab chiqarish umumiy qiymati, dunyo bozoridagi savdo summasi va davlat ichi turmush saviyasi jihatda kommunistik davlatlar kommunizmsiz davlatlar oldida nacharligi belinib qoladi hamda o'zlarining ahvolini yaxshilashga amalsiz. Faqat Jungoning taraqqiyoti Hindistondan eshib ketdi. Lekin bu ahvol Beijingning vaqtida chekinib, paydan-pay marksizm-leninizmning an'anaviy ta'limotlardan yiroqlashganligidan keyin yuz berdi. Hindiston byurokratligi ig'ir ikkilamchi sotsializmning iqtisodiy tuzilmasiga ega bo'lib, ziyniga cho'nqur uchirdi. Sovet ittifoqining Amerika bilan bo'lgan farqi borgan sari cho'ngayib qolmay, Yaponiyadan ko'p keyinda qoldi. Yaponiyaning nupusi Sovet ittifoqi nupusining yarmiga yetmaydi. 1960 yildan 1988 yilgacha bo'lgan 28 yilda Yaponiyaning milliy ishlab chiqarish umumiy qiymati dastlabda faqat Sovet ittifoqining 3dan 1dan ozroq ko'p edi. Ammo hozir Yaponiya Sovet ittifoqiga asosiy jihatdan yetishib oldi. Yer shariviy raqobatda kompartiya davlatlarining iqtisodiy bakli orqada qoldi.
1985 yılı Amerika bilan Yaponiyaning dunyo raqobat bozoridagi savdo summasi ayrim holda 576 milliard va 308 milliard Amerika dollariga yetdi. Lekin Sovet ittifoqining savdo summasi oralla 66 milliard Amerika dollari bo'ldi. Buningdan sirt Moskvaning tashqi savdodagi tovar qurilmasi 3-dunyo ellarinikiga o'xshash degidak bo'lib, eksport qiladigan tovarlarning 4-3 qismi degidak qizish sanoatidan kelgan neft 49%ni, oltin 18%ni, yog'och materiallar 4%ni, olmos 2%ni egallagan. Kompartiya davlatlarining umumiy nupusi dunyo umumiy nupusining taxminan 3/1ni egallasimi, biroq yer shari savdosida egallagan nisbati oran 10% bo'lgan. Texnika ijodiyat jihati faqat dunyoning 3%ni, taraqqiy qilayotgan davlatlarga bo'lgan yardım oran 1%ni egallagan. Barliq Sharqiy Yevropa davlatlari sanoati taraqqiy qilgan demokratik davlatlarga eksport qiladigan mashinsozlik mahsulotlarining soni Singapurdek bir kichik davlatnikiga yetmaydi. Məğlubiyyətlik tarixiy xatırlar o'xshashli davlat ichi turmush saviyasidan aks etadi. Ikkinchi dunyo urushining oxirlashganiga 40 yil bo'ldi. Sovet ittifoqi go'sht turidagi yemakliklarni yanala normalik ta'minlaydi. Yaqinda shakarni normalik tarqitishga boshladi. Sovet ittifoqining 6-oyning 27-kunidan 7-oyning 3-kunigacha bo'lgan Nedeliya haftaligining oshkorlashiga asoslanganda Sovet ittifoqining Sverdlovskiy shahri va mazkur rayondagi aholilar sus seriq ranglik ashliq normasi kartasi olgan. Har bir ko'chada maxsus odam ashliq kartasi tarqatgan. Har oyda taxminan 800 gram kolbasa, 400 gram seriq may bilan ta'minlagan. Her yili 5-oy va 10-oydagi bayramda aholilarga 2 kilogram go'sht turidagi yemakliklar bilan ta'minlagan. Yakshanba kunlari kishilar hatto o'g'ri bilan solo yarmasini yeyolmagan. Nedeliya haftaligida yana yaxshisi bu kishilar bilan islohot to'g'risida paranglashmang deyilgan. Oshkorlik mezgilida Sovet ittifoqining hukumat statistikasida taxminan umum nüfusning 40% va yashanganlarning 79% namratlikda yashaydiganligi ko'rsatilgan. Sovet ittifoqi yozuvchisi Nimi Rimashevskayaning so'ziga asoslanganda faqat 3/1 qism Sovet ittifoqlilarning oilasilar issiq suv ta'minlandi ekan. Başqa 3/1 qism oilalarda hatto turbi suyumi yo'q ekan. Uchur gezdi 1986 yili 1-oyning 26-kuni tipik bir misolni xabar qilgan. Bir texnik bo'lmagan ishchining 4 nüfuslik oilasi yaxshiroq turalg'i o'rilishdan burun 64 kvadrat futlik bir eg'iz uyda qistilishib turmush kechirgan. Şuna g'arbdagi namrat kishilarni Sovet ittifoqidagi o'ttir burjuaziya sinfining moddiy turmush saviyasida yashaydi deyish hargizmo mubolag'a emas. Shaxsiy mashinalarga ega bo'lish soni bir zamonaviylashgan davlatning iste'mol saviyasini ifodalab beralaydi. Bu jihatdagi sonliq ma'lumotlarmi o'xshashla kommunistik davlatlarning orqada ekanligini isbotlab berdi. Mashina iste'molida g'arb allari asosiy jihatdan to'yingan. 1983 yili Amerikada o'ttir hisob bilan 1/8 odamning, Yaponiyada 4/4 odamning, G'arb Germaniyada 2/5 odamning, Italiyada 2/8 odamning bir mashinasi bor. Lekin Sovet ittifoqida o'ttir hisob bilan oran 14/2 odamning bir mashinasi bor. Chexda 5/8 odamning, Polshada 10/8 odamning bir mashinasi bor.
Adamni hayron qoldirdig'ini Janubiy Afrikadagi negerlarning o'ttirchi mashina soni Sovet ittifoqi puhralaridan eshib ketgan. Bir qism kommunistik davlatlarda iqtisod kasotlashishdan boshqa kun sari og'irlashayotgan ekologiya krizisi mavjud. Polshaning ko'p qism rayonlari hamda Sharqiy Germaniya va Chexoslovakiyaning necha rayonida bu xil ahvol bakrak gavdalandi. Sovet ittifoqi sanoat rayonlarida bulg'inish umumyuzlik ig'ir. Xabarlarga asoslanganda Armeniyada har kuni o'tkir zaharlik sanoat keraksiz suvlari daryolarga qo'yib berilgan. Shunga u yerdagi bulg'inish masalasi texmi ig'ir. Bütün Asiyoda bilan sanoatni tez suratda taraqqiy qildirishga ko'ngil bo'lganlikdan kommunistik davlatlarning hammasi eng aqalli bo'lgan ekologiyani qo'g'dash tadbirlariga sal qardi. Kishini afsuslandirdig'ini kun sari og'irlashayotgan bulg'inish masalalariga qaytirgan inkosi texmi qashshoq bo'ldi. Ekologiyalik muhitning nacharlashishi uning ustiga ommaviy sayya aslahalarining qaloqligidan shak shubsizki Sovet ittifoqi guruhidagi davlatlarda har xil yoshdagilarning o'lish nisbati kishini cho'chitgidek darajada oshdi. Harvard Universiteti Nupus tadqiqot markazidagi Nick Eberstadtning selishtirma tadqiqotiga asoslanganda bugungi kunda Sovet ittifoqida tug'ilgan o'g'il buvaqning ömrü Meksikada tug'ilgan o'g'il buvaqning ömridan qisqa bo'ladiganligi mo'ljallangan. Yuqorqi ahvollar kommunistik davlatlar qo'lga keltirgan zo'r natijalarni, bo'libmi ig'ir sanoatni taraqqiy qildirishdagi utuqlarni inkor qilmaydi. Hokimiyat yurgizgan dastlabki mezgilda jamiyat farovonligi va ma'rifat sohasida uchqandek ilgirlashlarni qo'lga keltirgan. Lekin bu natijalar odamlarni g'oyat zo'r qurbon qilish badaliga kelgan. Butkul insoniyatning taraqqiyot tarixida, jamiyatni o'zgartirish tajribasida insonlar to'lagan badal azaldan 20-asrdagi insonlar kommunizmdan keyingi to'lagan badaldak undaq yuqori va qimmati yo'q bo'lib boqmagan. Hech kim barliq ziyonni tafsiliy hisoblay olmaydi. Chunki kommunistik davlatlar o'lganlar sonini qattiq maxfiy tutadi. Yana kelib psixika va madaniyat jihat keltirgan ziyonlarni son bilan statistikalash qiyin. Shundaqdimi bu davlatlarning kommunizm jamiyati barpo qilish jarayoni kishilar uchirgan baxtsizliklarni yanala taxminan xulos chiqarg'ili bo'ladi. Növbətdə Sovet ittifoqi bilan Jungo o'zlarining o'tmishdagi oshirayotgan qilmishlarini aybladi. Bu dal kommunizm jamiyat qurish tajribasida o'lganlar soni haqida texmi ko'p sonliq ma'lumot ta'minlab, bizning yig'inchoqlab xulos chiqarish xizmatimizga qulaylik yaratib berdi. Yilg'ichi gumon bilan qarawatgan g'arblik zotlarga texmo ishonchlik bo'lgan yakun ta'minlaydi. O'lgan odam ziyonlari tuvandagi mazmunlarni o'z ichiga oladi. Birinchi, hokimiyatni tortib olish jarayonida darhol etitish. Inqilob urushi va ichki urushlarda o'lganlarning sonini o'z ichiga olmaydi. Sovet ittifoqida bu shaklda o'ldirilganlarning soni bugunga qadar eng oz degandimi 1 millionga yetadi. Jungoda necha millionga yetadi. Sharqiy Yevropada taxminan 100 ming, Vyetnamda oz degandimi 150 mingga yetadi. Ikkinchi, hokimiyatni tortib olgandan keyin siyosiy o'qituvchilar va bo'ysunmaganlarni etitish. Kompartiya davlat hokimiyatini mustahkamlash jarayonida bu xilda o'ltirish necha yil davomlashdi. O'lguchilarning soni taxminan birinchi turdagi bilan tanglashib qoladi. Ehtiyotkorlik bilan aytganda, bu ikki turda o'lganlarning soni taxminan 5 millionga yetadi.
Üçüncü, cəmiyyətdə yoşurun düşmən guruhlarının əzası dəb bekitilgənlərni yo'qotish hamda ziyankeşlikka uchirg'uchining amaliy pozitsiyasini nazarga olmaslik. Bu kishilarning tipik vakillari peshqadam harbiy qo'mondonlar, hukumat amaldorlari, oqso'ngaklar, pomishklar, poplar va kapitalistlar o'z ichiga oladi. Ularning bir qismlari etivitildi, boshqa bir qismlari əmgək bilan o'zgartish lagerlariga avatildi. Ko'p qismlari shu yerda o'lib ketdi. Bu turda o'lganlarning taxminan sonida nihoyat cho'ng farq bor. Ammo Sovet ittifoqi Sharqiy Yevropa va Jungo yaqinqi yillardan oshkorlagan haqiqiy ahvollar isbotlab beradiki, o'lganlarning soni haqiqatan ko'p bo'lib, taxminan 3 milliondan 5 milliongacha odam o'lgan. 4-chi, boy dehqonlar sinfini yo'qotish. Sovet ittifoqida etivitish va əmgək bilan o'zgartish lagerda qiynab o'ltirish boy dehqonlar qatlamini yo'qotishdagi tipik vosita edi. Sovet ittifoqi bilan Jungoda bu xilda o'lganlarning soni necha millionga yetadi. Vyetnam va Shimoliy Koreyada o'lganlarning soni necha 100 mingga yetadi. O'lganlarning umum soni eng tuvan mo'lcharlangandimi 10 milliondan eshib ketadi. 5-chi, keng ko'lamlik qo'g'lab chiqarish va majburiy ko'chirishda o'lganlar. Sovet ittifoqi bilan Sharqiy Yevropadagi kollektivlashtirish harakatida bo'libmi Jungoning yer inqilobi, cho'ng sakrab ilgirlash va xalq kommunallashtirish davrida qo'g'lab chiqarish va majburiy ko'chirish siyosati alohida gavdalik bo'ldi. Bu sabablik ig'ir ocharchilik, yuqumli kasalliklarning keng ko'lamda yomrishi hamda boshqa ofatlar yuz berdi. Bu turda o'lganlarning sonini mo'lcharlaganda ham Sovet ittifoqining Rus millatidan emas deb gumon qilganlarni qo'g'lab chiqarish siyosatini o'ylashish kerak. Bu kishilar Baltiq dengiz rayonlaridagi ittifoqdosh jumhuriyatlardagi latviyaliklarni, litvanliklarni va estoniyaliklarni, Sovet ittifoqining g'arb qismidagi polshaliklarni, Qrimdagi tatarlarni o'z ichiga oladi. Ularning hammasi Sibiriyaning chet rayonlariga surgun qilingan. Yaqinda Sovet ittifoqi bu turda ziyonkashlikka uchirganlarning Sovet ittifoqida 7 milliondan 10 millionga yetadiganligini mo'lcharlagan. Jungoda o'lganlarning soni taxminan 27 millionga yetadi. Ehtiyotchan, ammo yanili kishini cho'chitadigan sonliq ma'lumotlar o'lganlar sonining eng oz degandimi 30 millionga yetadiganligini bildirdi. 6-chi, etivitish va əmgək bilan o'zgartish lagerda qiynab o'ltirilgan, tozlangan kommunistlar. Sovet ittifoqining huquq talashish ko'rishi va necha qitimliq cho'ng tozlashda bir qism kommunistlar vazifasidan bekor qilinib, 1936 yildan 1938 yilgacha ziyonkashlikka uchirgan. Ishonchlik mo'lchar son 1 milliondan eshib ketadi. 20 asrning 40 yillarining oxiri va 50 yilning boshlarida Sharqiy Yevropada necha 10 ming kommunist etib tashlandi yoki turmaga qamaldi. Jungoda bo'libmi madaniyat zo'r inqilobida necha million odam o'xshashla ichinishlik taqdirga uchirgan. 7-chi, uzun mezgil qamash va majburiy əmgək sababidan kelib chiqqan jismoniy va ruhiy jarohat. 20 asrning 50 yillarining o'ttirlarida Sovet ittifoqi bir qancha qitim cho'ng kechirim qilishni amaliylashtirib, necha millionlagan odamni qo'yib berdi. Ba'zi kishilar intayin nachar muhitda 20 yildak turmaga qamalgan. Xruşov 1953 yili Stalinni tanqidlagandan keyin hamda Jungoning madaniyat inqilobidan keyingi 70-yillarning boshlarida Sharqiy Yevropa bilan Jungomi o'xshashla cho'ng kechirim e'lon qildi.
8-ci ziyankeşlikке uçurğuchilarning oilasiga ziyankeşlik qilish. Sovet ittifoqida yuqorida so'zlangan 6 xildagi ziyankeşlikке uçurğuchilarning oila a'zolari har vaqt ziyankeşlikке uchrab turadi. Bu usul etivitish, turmaga qamash, surgun qilish, hatto uy va xizmat taqsimotida kamsitishlarni o'z ichiga oladi. 9-ci butkul jamiyat vahimlik kayfiyatga to'ldi. Odamlarni siyosiy va kishilik aloqa jihatda tanho qoldirdi. Majburiy yo'lga qo'yilgan kommunizmlik jamiyat o'zgartish mazgilida ishchi va nomrod dehqonlardan boshqa jamiyatning har qaysi qatlamidagilar hukumat tarafining ideologiya jihatdagi dushmanligi va ziyonkashligiga uchirdi. Jamiyatning to'lagan badali bo'lsa, oz deganda taxminan 50 million odam hayotidan ayrildi. Shak shubsizki, insoniyat boshdan kechirgan jamiyat qurilishi tajribasida bu insoniyat to'lagan eng zo'r, ammo eng ahamiyatsiz badal bo'ldi. Növbətdəki kommunistik hakimiyyətinin ötmüşdəki qılmış etmişlərdə nurgun məğlubiyyətlərinin barlığını etiraf qılmaqçı bolğanlığını nəzərdə tutqanda, bunun mənbəsi xatalıq və həddidən aşırı ötüş qılmışı həmdə çoxum zor siyasi təngşəşinin zörürlükini etiraf qilish kişilərə insaniyyətə qartılğan bu faciənin mahiyetini texmi eniq göstərib berdi. Mundaqça aytqanda, Sovet ittifoqi, Jungo va ba'zi Sharqiy Avropa davlatlarining rahbarlari Kompartiyaning o'tmishdagi haddidan oshirib o'tish qilmishining axloq, etika jihatda kishini yurgantirib qolmasdan jamiyat va iqtisodning taraqqiyotiga to'sqinlik qilganligini e'tirof qildi. Yig'inchoqlaganda kommunizmning zo'r mag'lubiyati nurg'unlagan talantli kishilarni isrof qilibdi va vayron qildi. Jamiyatning ijodchanligini cheklab qo'ydi. Amaliyotda qo'lga keltirgan iqtisodiy manfaatlari odamlarni g'oyat zo'r qurbonlik qilish va eng oxirgi ishlab chiqarish unimining tuvallishini badal qilgan. İşləp çıxırış önümünün tövəlləşi, hüquqni mərkəzləşdirishdə iqtisodning həddidən ziyoda birlik keltirilişi, Kompartiya hükümranlığının dəsləbki məzgilidəki asosiy ortiqchiligiga vakillik qildigan ijtimoiy paravonlik tuzilmasidagi byurokratizmning avj elishi hamda dogmachilikning kontrolligi ijtimoiy pallar bilan madaniyatning taraqqiyotiga to'sqinlik qilganligidan kelib chiqqan. Bugungi kunda islohotni yurgizishni tashabbus qilgan Kompartiya rahbarlari bu tarixiy xarakterlik mag'lubiyatni aniq e'tirof qildi. Mag'lubiyatning manbasi ularning eng oxirida afsuslanarli xatolik va haddidan oshirib o'tish qilmishini his qilib yetganligida emas, balkim kommunizm tajribasining harakatda, tashkiliy tuzilmasida va falsafaviy ideyasida kamtuklik borligini his qilib yetganligida. Hatto mag'lubiyatning cho'nqur manbasi amaliyotda marksizm Leninizm amaliyatining o'zining mohiyatidagi xatolik deb aytishga bo'ladi. Harakat jihatda marksizm Leninizmning qaror chiqarish shakli talvilik stilini avj oldirdi hamda zo'ravonlikqa tayanib ijtimoiy va siyosiy masalalarni hal qilishga ilhomlantirdi. Barliq Kompartiya dohillari, masalan, Lenin, Stalin, Mao Zedong yoki Sharqiy Avropa va 3-dunyo ellardagi ularga ergashgan rahbarlarning hammasi hokimiyatni egallab olgan suiqasdchi guruh, harakatlari maxfiy bir to'p atamonlar edi. Ularning ideyasi hamisha sirtqi dushman dunyodan paxas bo'lish, ularning faoliyati, xarakteri, hatto ularning oilasini sirtqi qarta maxfiy tutib, bir qavat sirliq parda bilan o'rashtir. Bir vaqtda ular o'zlarining insoniyat tarixini kuzatish iqtidorini tangdoshsiz,
Шуңа зөрүр тепilganda zo'ravonlik bilan insoniyatning kelgusini belgilashga huquqimiz bor deb qaraydi. Ular o'xshamagan ko'z qarashdagilarga qilchi ishonmaydi. Bizni qo'llamaganlik, bizga qarshi turganlik degan aqida, tanqidiy fikr o'tirg'i qo'yishni, dushmanlik, qiyinchilik bor deyishni, buzg'unchilik, o'xshash bo'lmagan ko'z qarashdagilarni xoin deb qarashdak harakat shaklini keltirib chiqardi. Bu ahvolda xato siyosatni faqat g'oyat zo'r ofat orqali tonib yetkili va tuzatkili bo'ladi. Tashkiliy tuzilmaning ojizligi harakatdagi kamtuklikni ig'irlashtirib etdi. Kommunizmning harakat shakli uning bexatarlik qopig'i va signal berish aslasi yo'q bo'lish, kichik ofat, kichik kasallarni yuqoriga ma'lum qilish jarayonida kechiktirilish, shaxsiy manfaat uchun yuqoriga yolg'on ma'lumot berish, qo'rqish psixikasi kishilarning o'zining xatolik ustida o'ylanishga jur'at qilolmaslikdek jamiyat tuzilmasini keltirib chiqadi. Başlıqlar faqat siyosiy va jismoniy hayotini saqlab qolalsa, o'zining siyosiy huquqidan voz kechmaydi. Ularning almashishi hamisha kishini hordirdigan siyosiy kurashlar orqali amalga oshadi. Boshda tilga elib o'tgan yaxshi-yomon qarshilashadigan yuzlanish bundaq siyosiy to'qinishlarda kun sari ig'irlashadi. İqtidarsiz rahbarlarni almashtirish mexanizmi kamchil bo'lganlikdan, rahbarlik vazifasining davomlashish yoki davomlasholmasligi qaror qilish siyosatning mag'lubiyati bo'lmasdan, balki huquqni unumli holda kontrol qila olamdi yo'q deganlikdir. Kommunizm mag'lubiyatining asosliq sababi falsafaviy ideyasida. Marksizm, Leninizm siyosatining tubki manbasi tarixga qarta tubki xato hukm qilish va insonning xarakteriga bo'lgan ig'ir xato tushunchadir. Shunga kommunizmning eng oxirgi mag'lubiyati ideya sohasida ifodalandi. Kommunizm odamning kishilik erkinlikka bo'lgan eng aqalliy talpinishlarini, kishilarning san'at va din orqali o'zini ifodalash orzusini, madaniyat, keng tarqalgan va tashviqot vositalari kengir ta'sir kuchga ega davrda kishilarning siyosiyda tanlash huquqini talab qiladiganligini, ishlab chiqarish unumini yuqori ko'tarish va yangilik yaratish bilan shaxsning moddiy bahrilanish orzusi o'ttirsida organik bog'lanish borligini o'ylashmagan edi. Shunda qilib, kommunizm o'zining ijod qilish kuchi va islohot ro'yiga boy jamiyat tuzilmasi ekanligini jakarladi. Ammo amaliyotda jamiyatning ijodchanligini tunjuqtirib tashladi. İdeyadagi mag'lubiyat kommunizmning dunyo miqyosidagi taraqqiyot qadamini qiyinlashtirib etdi. Marksizm, Leninizm 20-asrdagi xalqarалық ishlarni qaror qiladigan asosiy kuchlarni oldin ko'rolmagan yoki to'liq tunib yetolmagan. Marksizm, Leninizm irqchilik bilan millatchilikning kompartiya davlatlari orasidagi milliy to'qinishni tuyuqsiz keskinlashtirib etadiganligini tuvan mo'lcharlab qo'ygan. Kompartiyadagi har qaysi guruhlar boshqalarni Marksizm, Leninizmga xoinlik qildi deb ayblaganlikdan milliy to'qinish texmi keskinlashdi. Sovet ittifoqi Yugoslaviya va Sovet ittifoqi Jungo orasidagi cho'ng talash tortishda ahvol texmi shundoq bo'ldi. Bu talash tortishlar Marksizm, Leninizm ideya sistemasiga vayron qilg'uch hujumdir. Kommunizmmo dinning chaqiriq kuchini tonib yetmagan. Şoňa Polşada yüz bergen Rim katalog dinini asas qilgan qarshilik harakatiga hech qanday tayyorligi bo'lmadi. Sovet ittifoqi ichida islom dinining qayta güllinishidan qattiq cho'chidi. Eng oxirda xeyli ahamiyatli bir nuqta shuki, texnika inqilobi huquqning taqsimlashning mohiyatini
və tərəqqi qılğan kapitalizm dövlətlərinin ictimai tüzülməsini tamamən özgərtibətdi. Lekin marksizm, leninizm yanıla sanoat inqilabının dəsləbki məzgildə şəkillənən uqumlarga çiң esilib aldı. Umuman harakati, tashkiliy tuzilmasi va falsafaviy ideya omillari kommunizm siyosatining muqarrar xato ekanligini belgiladi. Bu siyosatlar eng oxirida kommunizmning umumiy krizisini keltirib chiqarib qolmay, yana kommunizmning taraqqiyot istiqbolini g'uvalashtirib tashladi. Davomi bor.